Agrobank boshqaruvchi o'rinbosari Muhammad Husanman. Men sizlarga bankimizdagi tadbirkorlarga yaratilgan qulayliklar va shart-sharoitlar haqida tanishtirib o'tmoqchiman. Bizning bankimizda Prezidentimiz qarori bilan 312-son qarori bilan kreditlar ajratilmoqda. 100 million so'mga garovsiz, 300 million so'mga garov bilan ajratilmoqda. Bu tadbirkorlarga ishlab chiqarishga, xizmat ko'rsatishga, aylanmalarni to'ldirish uchun kredit ajratib beriladi. Buni shartlari siz bizning bankda hisobotni ochgan bo'lishingiz kerak. Aylanmangizga qarab kredit ajratib beriladi. 100 million so'mgacha garovsiz olishlaringiz mumkin. 100 million so'mdan ortiqcha summaga garov qo'yish noturar joy yoki transport vositasini qo'yishlaringiz mumkin. Bundan tashqari jismoniy shaxslarga ham kredit berilmoqda. Ma'lum bir biriktirilgan mahallalarga 10 ta mahalla biriktirilganimizda ayol kishilarga 23% dan, erkak kishilarga 25% dan kredit ajratilmoqda. Bu plastik kartalaringizga tushirib beriladi. O'sha karta orqali bemalol tadbirkorlikni yo'lga qo'yishlaringiz mumkin.